Hurmatli kuzatuvchilar, mana uzumlarimizdan bu rizamat uzumi naqadar qizargan joylari boshlandi, pishib boshladi. Uzumlarimizni qushlardan himoya qilish uchun mana shunaqa setkalarimiz ham bor. Chiroyli qilib boylab qo'yamiz. Hoppa ana. Qushlardan himoya bemalol cho'tki bo'ladi. Uncha narsani reklama qilmayman-da. Faqat sifatli bo'lgan, tajribadan o'tgan, sinovdan o'tgan narsalarni reklama qilaman-da. Setkalar ko'p bunaqa setka. Razmerda ham farq qiladi, razmerda. Bemalol mana bu qarang. Ichida o'ynab turibdi uzum. Mana shu uzumimiz bemalol 1 kilo, 1,5 kilo bo'ladi, xudo xolasa pishsa. Ichida o'ynab turib, bemalol kattarib, zarar qilmasdan pishadi. Agar setka kichkina bo'lib qoladigan bo'lsa, tiqasiz-ku uzumda shunaqa xususiyat borki, suv kelib pishib boshlaganda 2 barobar kattalashadi birdaniga. O'sha vaqtda kichkina setka tiqib qo'ysangiz, pishganiga tarang bo'lib tiqilib qoladi. U maza qilmaydi. Vidini ham buzadi, tiqilib qoladi. Keyin qushlar ham kelib turib ustiga cho'qib kelgandan keyin mana bu tumshuq bilan tarang bo'lib turgan narsani cho'qiydi. Yarador qiladi. Bu kengroq bo'lgani uchun shuni maslahat beraman sizlarga. Men ko'rdim bir joyda mana shunaqa setka bor, oq 1,5 mingdan sotyapti ekan. 1,5 mingdan sotyapti. Bizda 1,5 ming emas, 1200 so'mdan yetkazib beramiz O'zbekiston bo'yicha cheklanmagan miqdorda. Keyin uni sifati ham bor-da. Mana bunday qilgan vaqtda bor oqlari voy 1,5 ming. Bunday qilgan paytda sitilib, qo'l kirib ketyapti. Bunday qilsa o'tib ketyapti. Juda ham sifatsiz ekan. Bu yaxshi. Agar avaylab ishlatilsa, yana yil ham qayta 1, 2, 3, 4 martalab ishlatsa bo'ladi bemalol. Qisiladi, boylanadi. Osongina mana, cho'tki mana. Mana o'sha 1,5 minglik oq setka. Birinchidan buni yaxshi ko'rinib turgan bilan mana setkasi mana bunday qilsa ochilib ketadi mana. Mana yaxshi joyidan barmoq bilan bunday chiqolasangiz mana barmoq kirib ketadi. Ham buni razmeri ham kichkina, uzun boshi sal katta bo'lsa bunga kirmaydi. Keyin ezib suv chiqib dabdala bo'ladi. Xullas bundan umuman olishni maslahat bermaymiz. Donaga 1200 so'm. Optimchilar ham aloqaga chiqaveradi, bemalol boshqa viloyatlarga ham sotish mumkin bemalol. Cheklanmagan miqdorga yetkazib beramiz. Dastavka xizmatlari bor. Optimga 1200 emas, boshqacha narx bo'ladi. Raqamlarga murojaat qilasizlar. Bemalol kelishgan, qayerga borishi, qancha miqdordaligini kelishib dastavka qilib berilaveradi. Op sotuvchilarga ham mayli maslahat beraveramiz. Op o'sha o'zini viloyatlarigami, balki katta bog'lar bordir. Bemalol op ish qilaveringizlar. Razmeri 30 sm ga 30 sm. O'shanga e'tibor beringizlar. Kichirog'i ham bo'ladi deb turib ertaga tiqib turing, uzib tiqilib qolib, sifati buziladi-da. Keyingi ish bo'lsa bemalol solinadi, bemalol yana chiqarib olinadi, yana yilga ham taxlab olib qo'yaverasiz, cho'tki bo'ladi. Bitta olib qo'ysangiz bir 3-4 yil bemalol ishlataverasiz. Hovlilarga maslahat beraman, ayniqsa hovlilarga. Qo'riqlash qiyin bo'ladi. 100 ta 200 ta yaxshi boshlarni o'tkazib qo'ysa, ayrim uzumlar kechki uzumlar bo'ladi. Yomg'ir sezonlar yog'ib, qishgacha turadigan uzumlar bo'ladi boshida. O'shanlarga ham tiqib qo'ysa vaqti zo'r mazza qiladi. Arra ham yeydi bilasizlar-a? Arra kelib kamera yeb uzumlar yeb tashlaydi. Arra o'tmaydi. Qush teginmaydi. Har bitta xaltamot tikishlari sitirab o'tgan yo'qda sifatli qilib tikilgan cho'tki. Yana bitta narsada iplari ham mahkam, zo'r, titilib ketmaydigan. Bundan ayrimlar bizga kattaroq, yana ham kattaroq toyfillar bo'ladi. 2 kilo, 3 kilo, ayrimlar 4 kilolik uzumlar bo'ladi. Zakaz berishsa, o'sha zakazga qarab ham kattaroq qilib tikkizib beramiz. Bizning manzilimiz Samarqand Jomboy tumanida. Shu atrofdagilar bemalol kelib turin, olib ketishaveradi. Boshqa viloyatlarga O'zbekiston bo'yicha dastavkalar bor. Ko'rgan videolaringizni tanish bilishlarga jo'natib qo'yasizlar. Podpiska qilib qo'ysalaringiz yana ham foydadan xoli bo'lmaydi. Uzumlarimiz pishyapti. Yangi navlarimiz bor. O'ta qiziqarli navlar. O'shalar haqida ham ma'lumot beraman. Uzumga qiziqqanlar bor, juda ham qiziqarli sohada bu uzum. Meni o'zimda bir 50 xildan ziyod uzumim bor. Kesalaringiz mana bog'imiz Jomboy tumani, eski Jomboy mahallasida uzumlarni ko'rib, yeb ko'rib, kimga qanaqa navlar kerak bo'lsa o'shalarni ham beraveramiz. Uzoq viloyatdagilarda, boshqa viloyatdagilar podpiska qilib qo'ysalaringiz, kontentlar qilib turamiz, qisqa bo'lsa ham foydadan xoli bo'lmaydi. Keyin xo'p, bu yerdan olmasalaringiz, boshqa navlar haqida ozgina qisqacha bo'lsa ma'lumot olsalaringiz, manfaat topsalaringiz bizlar xursand bo'lamiz. Endi faqat mayda-chuyda sotadi demangizlar-ku, o'sha navlarni, qalamchalarini, ko'chatlarini ham yetkazib beramiz.